og'riq bor-u, analizlar toza. Sababi emotsional buzilish bo'lishi mumkin. Ba'zida bemorlar doimiy og'riqdan aziyat chekishadi, biroq analiz va tekshiruvlar hech qanday muammo ko'rsatmaydi. Bunday holatda sababi organik emas, balki psixoemotsional bo'lishi mumkin. Statistikaga ko'ra, surunkali og'riqlarning 70% holatlarida emotsional buzilishlar bilan bog'liq. Masalan, qo'rquv, odam ichki xavotir, bosim yoki kimdandir qo'rquv bilan yashasa, u buyrak, bel va oyoqlarda doimiy og'riqlarga olib keladi. Zararli emotsiyalar, o'tgan hayotiy ruhiy jarohatlar, ya'ni stress, ranjish, depressiya tanaga ta'sir qilib, psixosomatik og'riqlarni keltirib chiqaradi. Sizda ham shunday og'riqlar bezovta qilyaptimi? Foydali maslahat va psixoemotsional tahlil asosida yo'l olishni xohlaysizmi? Men bilan bog'laning. Sizga bepul konsultatsiya beraman va albatta sahifamga obuna bo'ling.